Uyg'urlarning mashhur taomi bo'lgan jovovani ko'pchiligimiz ko'rganmiz-u, ammo uni qanday tayyorlanishini bilmaysiz. Bu videoda to'liq ko'rsatib beraman. Bitta tuxum, yarim stakan tuzli suv, keragicha un solib, qattiqqina xamir qorib olamiz. Qiymasiga qo'y go'shtidan qiyma, piyoz, murch tuzlarini rosalab, bir chekkaga olib qo'yamiz. Oldindan jovolarimizni tugib tayyor qilib olamiz. Bundan oldingi videoda to'liq ko'rsatib berganman. Endi esa sayga o'tamiz. Kishi boshiga qarab yog' solamiz, go'shtimizni qovurib, chesnok, pomidor, soya bilan to'yintirib, biroz qovurib olamiz. Lag'mon uchun maxsus priprava tuzlarini solib, hamma mahsulotlarimizni 3 minut oralig'ida qovurib tayyorlab olamiz. Yetarlicha qovurib bo'lgandan so'ng, yuzalarini ko'mgunicha suv solib, ustiga jovolarimizni taxlab, 40 minutga dimlab qo'yamiz. Bunday lazzatli xamirli taomlarni o'rganishni istasangiz, profilimga obuna bo'lib qo'ying. Kundalik taom va shirinliklarni tekinga hamma sirlari bilan o'rgatib boraman.